Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz daryo bo'yida dacha bo'ladi. Общий kvadraturasi 600 kvadratda joylashgan. Yozda bir gelib oilaviy dam oladigan maskan ekan. Hurmatli obunachilar, yana girgan yerimizda bir 2-3 mashin bemalol sig'adi. Bu yerda barbekü zonalari, içinde basseynlari, parnoylari hammachi mavjud. Tayyor biznes. Burchatkalar qilingan, ko'rib turganlaringizdek fon fasadlar bitgan. Yerda yana girish darvozamiz. Bir yandan ko'rsatib boraveramiz xudo xolasa. Yana bu yerda mangallar qo'yilgan shashlik pishirish uchun. Taqibi navesini tey o'tirib jo'ralar bilan bir dam oladigan, ovqat pishirib o'tiradigan yer ekan. Oyoq teylarimiz miramur ko'rib turganlaringizdek. Qozon ocaqlari tayyor, moykalari tayyor. Kafeler terilgan ko'rib turganlaringizdek. Bemalol 5-6 bo'lib kelsangizlar, hazratib dam olib o'tiradigan yer ekan, hurmatli obunachilar. Tak, bu yanimizda letniy hojatxonasi bor. Bu yerda yana tapchanda o'tirsa bo'ladi, tennis o'ynasangizlar bemalol. Bu yerda yana letniy hojatxonasi xudo xolasa. Общий kvadraturasi 600 kvadratda joylashgan. Yozda dam olish uchun dacha sotuvga qo'yilyapti. Bu yerda mulk egasining nomerini qo'yib qo'yaveramiz. Xudo xolasa narx-navosini shu yerda bemalol kelishib savdolashib olaverasizlar. Yoz uchun ajoyib dam oladigan yer. Hozir ichki qismini ham ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Tak, bu ichki qismi bo'ladi. Yana bu yerda o'tirib bemalol dam olsangizlar bo'ladi. Televizorlar qo'yilgan, ugalok divanlar qo'yilgan. Üstel kursi, konditsioner hammaga bor. Remontdan chiqib turibdi. Oyoq teylarimiz kafel. Yerinde ikinci etajadan chiqadigan lestnitsa. Bu yerda yana oshxonasi. Kuxunli mebellar, hammaga tayyor, холодильник. Yan tarafında podval kısmı ham bor ekan. Bu yerda birinchi etajda yana bir yotoqxonasi bor. Bu yerda oilaviy kattalar uchun yotoqxona. İkinci etajdan ko'rsatib o'tamiz keyin. Yan taraf doğruga o'tsak, bu yerda basseyn, parnoy hammaga bor ekan. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek basseyn katta. Yazın kışın ishlatsa bo'ladigan tayyor biznes. Dokumentimda umuman yok. 100% tayyorlash. Bir de paralelkesi girip 3-4 adam bemalol hazırlayıp otursa bo'ladi. Basseynin bununla görünüşü. Bir de duşu boyu. Tak, bir yanında hacatxonasi. Ariston qo'yilgan katta, qo'l yuvish uchun umumliklar bor. Şu ko'rib turganlaringizdek bir ajoyib tayyor biznes. Kimga qiziqli bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa mulk egasini nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar xudo xolasa. Endi ikkinchi qavat namozni ko'rsatib o'taman. Yuqoridan dam olish uchun bolalar uchun kichkina xona bor. Tak. İkinci etajı. Yine bir de kamin qo'yilgan. Polkalar qilingan. Общий görünüşü.
Əmmirlərimiz natijnul patolog. Bir də yine ditski xana. Kiçkina balalarınız bolsa bir də bemalal bola verədilər. Mebellə qılınğan. Acayip bir daça. Hürmetli obunaçılar, bu daçamız Xuda xalasa kimə qızıq boladan bolsa aytıb ötkənimdən pəstə telefon nömrələrini qoyub qoyamam. Bemalal gelip görüp savdasını kılıp ala verəsilər Xuda xalasa. Tayar biznes. Şu videonu ilacı barıca koldan gelince dostlarınızla tarqatıb koyunlar. Şimdi tayar biznes kıdırıp ürgen adam bolsa Xuda xalasa ala verədi. Sonqu roliklərdə görüşkünce sağlam olun.